Amaga assalomu alaykum. Saroyuz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Hop, akalar, bugun biz sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan akalar Ozodbek do'stimizni qo'y akamiz. Bu yerda soatlar akalar qo'chqorlarni boqilgan, xudo xolasa zotqa ham, qurbonlikqa ham yer o'radiganlardan bor. Inshaalloh bular haqida to'liq ma'lumotni Ozodbek do'stimiz o'zlaridan berishga harakat qilamiz. Bu yerda inshaalloh nechta soatlarda Ozodbek? Bu yerda hamma sotiladi. Hamma soat 5 bosh. 5 bosh. Bu yerda beylovlisi 5 ta akalar. Hop, zotqa ham, qurbonlikqa ham inshaalloh yer o'radiganlardan. Hop, shular haqida to'liq ma'lumotni, narxlari yoritib beramiz inshaalloh. Bu yerda ikkitasi zotqa ekan, xudo xolasa. Ikkita mana bular zotga. Telefon qilsa kelishamiz. Bunisi ham zotqa. Ha, bunisi ham zotga. Hop. Pastdan boshlab kichkinasida yo'qmasam narxini birma-bir aytib ketaveramiz. Video cho'zmaymiz. Qisqacha qilib aytib ketaveramiz. Hop, bunisi ham akalar qurbonlikqa inshaalloh budjetniy variantdan so'ragan akalarimizga bu ham qurbonlikqa inshaalloh yeraveradi. Hali tish buzmagan bu. O'zi qulog'i ham butun. Butun mana ko'rishim mumkin. Quloqlari ham butun. Valika bemalol qirqilgan joyi bor ekan, lekin u ilk ko'zdan buyog'i yeraveradi. Lekin buni akalar faqat qurbonlik emas, mana ular normalari yeraveradigan, lekin mana uncha boqib turib, o'sirib naslga olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Demakki, oyoq olib baquvvat yaxshi narsa ekan inshaalloh. Xo'p, Ozodbek, buni narxini bittasini mana aytamiz. Bu kichkinaroq varianti. Kichkinasiga qancha aytamiz? Endi obunachilaringizga 5.300 dan kilometr beramiz. 5.300 dan xayri bor. Xayri bor. Telefon qilsa kelishaverasizlar. Telefon qilsa kelishamiz. Telefon qilsangiz 5.300.000 so'mdan kam bor ekan. Ikkosini bittadan aytamiz, boshda ikkosi bir xil ekan, bu bilan bu bir xil ekan. Uzoqroqdan ko'rsatgan obunachilaringizga 6.300.000 dan kilometr beramiz. 6.300.000 so'mdan. Ha. Saroyuzdan keldim deyishsa kilometr beramiz. Saroyuzdan telefon qilyapsangiz aytib kilometr beramiz 6.300.000 so'mdan. 6.300.000 kami bor. 6.300.000 so'mdan kami bor. Yoshi qo'zimi bular ham tish buzganmi? Endi ikki tish. Ikki tish bular. Akalar, ikki tish variant ikkosi. Bular ham xotirjamlikdan qurbonlik olib kelsadan ketaveradi. Ammo bitta narsalar kilasini bilmaymiz, demak tortib ko'rilmagan. Lekin haqiqiy yeraveradi. 70 bilan chiqadi. 70 ta aniq bilan chiqadi. 70 ta bilan chiqadi. Ha, mana o'zi ham başta 70 dan bilan chiqib qoladi. O'zi ham, ha. Demak, bular borar ekan, 80 atrofida bo'ladi. 80-90 atrofida bor. Tortib ko'rgan vaqtimiz bo'lmadi. Bular ama ko'rayotgan bo'lsam, video qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin haqiqiy badani ham bor, rasa boqilgan ekan lekin. Bog'liq aydimi, boshqa bu ham zotga aytaver ekan, bunisi ham lekin. To'yga bir nimaga hamma narsaga ketaveradi. Ha, to'yga ham deyman akalarimga ketaver ekan. Bunisi akalar oq variantidan. Bu ham o'sha badani to'la, to'ylarga xotirjam aytaver ekan. Bu ham ikki tish. Bu ham ikki tish. Bu ham ikki tish akalar. Qulog'i ham butun mana. Qulog'i butun-a? Qulog'i butun. Ko'rish mumkin. Quloqlari butun, qurbonlikqa ham, to'yga ham haydagan akalarimizga ketaver ekan inshaalloh. Buning narxi qancha? 6.300.000 xayri bor. Bular bilan teng narxi. Ha. 6.300.000 so'm ekan. Lekin bunisi osalaring akalar mana qaraganda eti ancha bor buni. Ozodbek? Ha, ancha kattaroq, yoshi ham bundan jimda kattaroq, eti ham bor. 6.300.000 so'mdan ketaveradi. Bunisi akalar zotqa boqaman akalarimizga, mana zotqa boqamiz deganlarga mana ko'rishlaringiz mumkin. Zotqa boqaman akalarimizga tavsiya qilaman. Dumma boshlari ham kelishgan, oyoqlari ham baquvvat. Buni ham akalar asosan zotqa boqsangiz yaxshi bo'ladi. Qo'ya qo'shaman akalarimizga ketaveradi. Lekin qurbonlikqa ham berar ekan, lekin zotqa boqsangiz inshaalloh foyda to'g'rasiz. Demakki, o'ziga misol uchun zotiga emas, sovliq qo'shadigan bo'lsangiz, yaxshi boladan beradi inshaalloh. Ozodbek, buni ham ikki tish, bu ham. Bu ham ikki tish. Bu ham ikki tish. Narxini qancha deymiz buni? O'ga telefon qilsa kelishamiz. Ya, telefon qilsa kelishiladi zotqa. Zot yo'nalishiga qarab, bunday o'zi odamni kim bo'lishiga qarab, ishqibozimi,
Shundayda. ishqibozga akalar sotilaveradi. Demak, bu bir dona bayda o'lsa, ikkita bayda kattarog'i bor ekan. Kattaroq variantidan bor. Mana akalar, ikkita kattalardan inshaalloh. Evet. Oxiriga o'rgangan ekan, lekin bularni ham zotga olinaveradi inshaalloh. Akalar hisorini tozasi mana narsa. Bu ham ikki tishtana. Mana ikkitish. Ikki tishta mana akalar. Bu ham haligini sherigi, lekin kattaroq. Bu ham o'sha kilasi ovora menimcha. Kilasi 80 dan tevadan chiqadi. bular 80 dan chiqadi. Aka o'tsinchi orqa qo'shlarni ko'rsatib qo'y. Mana akalar. Zotga boqamaniga akalarimizga ketaveradi. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Lekin haqiqiy katta mana akalar. Kallalarni ham qaranglar, mashalloh. Bir nonda like deb bosib qo'yinglar, mashg'ullar akalar. Iloji boricha akalar, keyingi video agar qiladigan bo'lsak, chiqarib ham ko'rsatib ketamiz ilojini boricha. Bularda telefon qilsa kelishaverasizlar. Telefon qilsa kelishamiz. Telefon qilsa akalar bunga Qurolliqqa boshqa bunisiga narisi 3 ga zotga boqaman akalarimizga tavsiya qilamiz. Inshaalloh aloqa chiqasizlar, narxlarini bularda kelishaverkansiz. Demak, bunisi 6 million 300 mingdan bo'ldi. 6 million 300 ming so'mdan bunisi akalar 5 million 300 mingga xotirjam aloqa chiqarsa. Degan narxlarda albatta kamini qilib beriladi. Pastlanmada tez aloqa qilsanglar inshaalloh biz bermagan ma'lumotlar misol uchun bo'ylari, kilolarini olishlari mumkin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha videomiz shunday iborat edi. Bir donadan akalar like deb bosib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa mana shunda Qo'chqorni zot yo'nalishiga qurbonlik qidirgan akalarimizga do'stlar pozitsiya tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam biz akalar videoni yakunlaymiz. Ozodbek, ishlaringizga rivoj, savdongizga Alloh taolo barakasini bersin. Inshaalloh bularda enchidan bo'yapti. Boqsizlar ham video chiqarganmiz. Endi qurbonlikqa yaqin sotishga ham keldi. Albatta tezda shoshilib aloqa chiqib olasiz.